Prezidentimizning Amerika Qo'shma Shtatlariga amaliy tashrifi g'oyat samarali va sermazmun kechdi. Ayniqsa davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbardan so'zlagan nutqi yangi O'zbekistondagi islohotlar samarasi bilan bir qatorda bugun xalqaro hamjamiyat oldida turgan dolzarb masalalar ko'tarilgani bilan ahamiyatlidir. Prezidentimizning amaliy tashrifi doirasida erishilgan samarali kelishuvlar va muzokaralarning ahamiyatini yurtimiz jamoatchiligi vakillari e'tirof etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida davlatimiz rahbari nutq so'zladilar. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida erishilayotgan yutuqlar, shu bilan birga oldingi sessiyalarda ilgari surilgan tashabbuslar ijrosining bugungi natijalariga qisqacha to'xtalib o'tdi va milliy manfaatlarimizga o'girilgan muhim bir tashabbuslarni ilgari surdilar. Davlatimiz rahbari bitta narsaga alohida e'tibor qaratdilar. Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy platformaga aylantirish masalasini ta'kidlab o'tdi. Bu ham mamlakatimizda gender siyosati ustuvor vazifa qilib belgilangan holda xotin-qizlarni barcha sohalarda xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim olishi, bandligini ta'minlash, siyosatda ishlab chiqarishda umuman xotin-qizlar faolligini oshirish borasidagi islohotlarimizning qaytmas tusga kirganligidan dalolat beradi. Bugun mamlakatimizda o'qituvchilarning mavqeini, obro'sini oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti va bu tajribamizni, bu amaliyotni endilikda birgalikda amalga oshirish, xalqaro tajribani milliy o'sha ta'lim tizimimizga singdirishga qaratilgan bir muhim tashabbusni ilgari surdilar. Ya'ni pedagoglarning bilim va tajriba almashishi uchun yagona platforma yaratish va butunjahon professional ta'lim sammitini O'zbekistonda o'tkazish taklifini ilgari surdi. Bu tashabbusning, ya'ni o'sha mamlakatimizda professional ta'lim sammitining o'tkazilishi butun dunyo pedagoglari tajribasini o'rgangan holda o'rganish bilan birga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni dunyoga tanishtirishda, ko'rsatishda ham muhim o'rin tutadi va ta'lim sohasidagi islohotlardan ko'zlangan maqsadga erishishda bir keng zamin imkoniyatlarni yanada kengaytiradi desam mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar zamirida nafaqat O'zbekiston, balki mintaqamiz davlatlaridagi fuqarolarning yashash farovonligini yanada oshirishga, mintaqamiz davlatlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan islohotlarimiz samarasini oshirishga va tashkilotga a'zo davlatlarning o'zaro hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilganligini ko'ramiz.